Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlarim, kuzatuvchilarim, mehribonlarim, Oltiariqlik muxlislarim, alohida e'tiboriga mana bugun ikkinchi kun ham xudo xolasa Oltiariqdaman, Jo'raydaman. Oltiariq Jo'rayda 2006-yil ukaxonlarimiz. Mana 2006 urg'u berib beyapman alohida. Qolganlar kuyib o'lsin deb. 2006lar ham uylanyapti hali ham mana. Birinchi to'ylari, endi Krukdagi birinchi to'yda pochini ochib berasiz Oltiariqda, xudo xolasa. Hammaga o'rnak bo'lib, ukaxonim, kayfiyatlar qalay? Yaxshi, zo'r aka. Mashina siz kutgandaqa bor ekanmi, komfortni? Sizga ham kimdir tavsiya qilgan yoki Instagramdan ko'rgansiz, g'oyibona mana tanishganmiz, bir-birimizni endi mana ko'rib turibsiz, xudo xolasa. Kelinni qanaqa bo'ldi topishi, ko'pchilikka shu qiziq bo'lyapti-da. Ha, kelin topish endi Osonmi, qiyinmi? Osonmi, qiyinmi? Oson. Nasib bo'lsa oson, taqdir bo'lsa oson. Taqdir bo'lsa oson. Uydagilar topdimi, o'zingiz tanishdingiz? Uydagilar topishdi. Ha, unda oson. Hamma mashaqqat, hamma mehnat uydagilar qilib qo'ya qopti-da. Ha, shunaqa aka. Birinchi ko'rganda yurak jizzatsa, bag'a deng taqdir. Endi men uylanayotganlarga mana xudo xolasa qolgan o'rtoqlaringizga bitta tilak bo'lsin, sizlarga baribir o'tadi, sizlarga juda kuchli-da. Endi uylaninglar. Uylanish mazza deng. Uylanish mazza. Har doim urg'u beraman, uylanish mazza, uylaninglar deb. Ey, bolalar, to'g'ri endi hammaga ham nasib qilavermaydi bu hozirgi kunlarda, lekin 2026-yil xudo xolasa 2006lar trendda ushlab turishibdi. 2001lar ham qolishgan yo'q. Shu 2001 bilan 2006 ni o'rtasida borib kelyapman-da. Sizlarga ham navbat kelib qoladi, xudo xolasa kuzatib boringlar. Shunaqa qilib, mana shu bolalardaqa baxtli bo'lib, baxt mashinasida o'tirishlik nasib qilsin hammaga, xudo xolasa. Raddomlaringizda ham xizmat qilay iloyim. Sog' bo'ling, eng mustahkam baxt egasi bo'ling, Oltiariqda eng ko'zi ko'ring insoni bo'lib yuring iloyim har doim. Qolganlar ham baxtli bo'laversin, hamma boy bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli muxlislar, qadrdonlar, Farg'ona shahri va viloyatlaridagi aziz obunachilarim. Juda ham ko'p talab va takliflar tushyapti. Bunga ham e'tibor bermasam bo'lmaydi. Jingdekkina bir ma'lumot o'rnida shuni yetkazib o'tmoqchimanki, qayerga borsam, shu Instagram sohasida mana faoliyat yuritayotganimizdan buyon qayerga borsam ham, kim bilan gaplashsam ham, Akmal aka reklama olyapsizmi? Albatta shu narsaga men e'tibor qaratmagan ekanman. Shu bo'yicha bir savol javob qilsak, qani kim shu fikrga qo'shilasizlarmi? Ya'ni kim juda ham ko'p takliflar bo'lyapti reklama olish masalasida. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Qo'shilaymi reklamaga, olishni boshlaymi yoki reklama berishni xohlovchilar bo'lsa, bironta bir 10 ta aksiyami, bir shunaqa narsa qilaymi? Misol uchun 10 tasini bir bepulga olib berib, shunaqa bir yo'nalishlarda qo'shaylikmi, foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi? Haqiqatdan ham Instagram sohasida men yangi bo'lganligim uchun qaysi to'yga boramanmi, bironta tadbirga boramanmi, qayerga borsam ham yoshlar bilan maslahat qilib, ulardan so'rab, o'rganib shu kungacha olib kelyapman. Men o'zim dono, o'zim o'rganib deya olmayman bu sohani. Instagramda juda ham ko'p ukaxonlarim yordam berishgan. Mayda-chuyda detallarni o'rgatishgan, erinmasdan ko'rsatib berishgan. Ulardan juda ham minnatdorman. Sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. Shu soha va reklama bo'yicha nima fikrdasizlar? Bir eshitaychi, qolganlarda ham unga qarab turib faoliyatga keyin yana qo'shimcha bir narsani tatbiq qilish yoki yo'qligini o'ylab ko'raman. Sizlarga katta rahmat oldindan javoblaringiz uchun.